Bolalar qurt yegisi kelgan ekan, qurt oldim-da. Qayta. Rahmat. Maryam? Salla hali shunaqami? Maryam ishini Ha, men o'zim uyimni salladan so'rab kiramanmi? Kızım yürüme. Bo'ldi. Ke, o'tir. Ke. Hammasidan ham biri bor-ku. Shu narsani atimga shunaqa aytayotdim ekan, Nilufar bor-ku, deydi yaqindan u. To'lichadan kelgan Nilufar. Даже men temasini ham ochmayapman, eslamayapman ham. Bir zikila qilib chaqirishda order beraman deganda, даже order himoya orderiga berishga bormadi, qochib yurdi qancha. Mana shu ommada xiyonat bilan, haqorat bilan chiqqanligi uchun-da. Yaqinda o'zingizlar bilasizlar shu voqeani bo'lganini. Hozir o'sha erim aytayotdilar-da, hozir. Mana shu Nilufarga aytaman deyaptilar. Ommaga olib chiqib sani yalang'och rasmlaring, videolaringni qo'yaman dedi. Sizlar ham bolalaringlarni urasizlarmi? Men ushaman, ham urgan paytlarim ham bo'ladi. Chunki onamanman. Men onaman, aytganimni qilmasa, noto'g'ri yozsa, xunuk yozsa, noto'g'ri ish qilsa, narsa yodlashga berganimda noto'g'ri narsalar qilsa, albatta uraman. Men farzandlarimman, chunki onasimanman. Imini Bobirdagi, erimdagi inson bo'lib yetishmasligi uchun men qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman bu uchun. Bolalar deydilar. Sizlarni ozgina qoldi, 10-15 kun sabr qilib turinglar. Jon bolalarim, sizlarni olib ketib qolaman onanglardan deydi. Sen shunaqa dodingni beraman, palon-piston qilaman deydilar-da. Bitta onaga qilinadi degan gap emas demay aytaman ularga. Shanbaga shabuga Boburga shundoqami, keling, telefon qiling. Hozir ham mana oddiy ko'chada keldilarmi? Bir og'iz, Madi, keldimmi? Qaddasan bolalar qo'rqityaptimi, shu yerda eshik ochmayapti. Boburga men pastdaman, hozir chiqaman. Sog'liqli insonning gapi-da bu. Eshikni do'mbillatib, kesam, urib. Emas-da. Xullas shular ko'rsatib bolalarni olib qo'ymoqchi-da. Lekin qizim ketasanmi degan bola. Yo, ketingga sen borasan, boram, beraman. Nima charchadim-da. Men ko'rsatmayman. Qancha akamnikida yashab yurishda, onam qarab yurdilar. Ko'rmasinlar, nikak iloji bo'lmayapti, bular ko'rmasa. Qattim shu olganlar kirolmaydi uyga bola. Men kirolmayman. Yig'lamayman deb qizim kelganda oldimga. Qanaqa olib kirib ketdilar deb aytibsan? Boya ko'taruvdilar deb sani. Keyin yomon hammanda bo'g'ilib ketdi. Qo'li bilanmi? Men aytaman deb ota-ku bitta dona uy olib berishdan shunchalik farzandlari o'zini belidan misol men shuncha 10 yil bularni aytganini qilmayman, ishlab yurganimda men davno uy olardim, mashina olardim. Qo'limdan keladi chunki Alloh bilaman, men erkalab qo'ygan bandasiman deb ishonaman. Qila olaman shu narsani, lekin 10 yilim men erimga, uyimga, uydan chiqmay o'tirganman. Aytaman, hatto bu joyga borishga aylanishga ham bormaganman deb. Har ish qilaman desam, nimadir qilib oyog'imdan chalalladayman. Endi oyoqqa turaman, yana uradi. Endi oyoqqa turaman, yana uradi. Urilishlardan charchaganman. Onangizga keting deb urmay, onamnikida ham shu ish qilib ketadilar, ko'chada urib ketadilar. Ko'chada bo'g'ib ketadilar. Shahar bitarvasa, militsiyaga yetgan bir tiyinlik foydasi yo'q, ishoninglar, bir tiyinlik foydasi yo'q. Keladi, qog'oz uzadi, sudga chaqirsa chaqirmasa isbot. O'layotganingni ham video olib yurish kerak odam. O'lyapman meni uryapti bu deb videoga ochasiz keyin ishonadi. Ato videoing yo'qmi? Bo'ldi, farqi yo'q. Bolalarimga mana bunaqa narsa chiqibdi-da Instagramda. O'shani olgan. Bolalar egisi keldi. Mana qisir videolar ekan-da unaqa. Shunaqa qanaqadir melga o'xshagan marojniy ekan. Yunusobodda ochilgan ekan-da, o'shani olib kelaman dedim. Olib kelaman, ko'chaga chiqdim. Erim kelibdi.
eshikni do'pillatganlar, taqillatganlar. Bola qo'rqib ochmagan. Bola past uyda edi, sovutib olib chiqmadim. Bolalarni uyda tashlab ketayotganimda aytdim, begonalarga eshikni ochmanglar deb. Xo'p, ona deb eshikni qulab olishdi pasini ham deb. Chiqishyapti bolalar. Eshik taqalatyaptilar. Chiqyapti bolalar, qo'rqib ketishyapti do'pillatganlarida. Telefon qilyapti, ona kimdir keldi. Ay, qara kim? Kim deb aytdim. Keyin yo'q, adam ekanlar dedi. Bola qaltirab telefon qilganda endi o'tdi. Keyin men aytaman, bo'ldi, ochmamasam dedim. Yo'q, ona siz kelyapsizmi? Pastdaman dedingiz. Bo'ldi, qizim, chiqaman hozir. To'xtab tur, 5 minutdaman. Telefondan narabetga o'tishim, yugurib keldim. Yuragim sezdi, yana men urmasmikinlar, anchadan beri uyga kelmay ketuvdilar. Oxirgi bir zikki bo'lgandan keyin uyga kelmayapti deb sizlarga aytdim. Ko'nglim xotirjam o'tirdim. Keyin keldim, kameram yoqib olay dedim, nafas oluvchi dedim. Kameranicha yoqib yuradigan zaman bo'lib qolibdi-da. Hozir nimadir ariza yozamiz-ku bir zikkiga. Meni urdi, meni haqoratladi, nimadir deb yozadigan bo'lsa, daliling bormi deydi. Daliling bo'lsagina sudga olib chiqadi. Bo'lmasam, yo'q, seni gapingga ishonishmayman, chunki isbot yo'q. Chunki har xil insonlar bor-da. Bitta tomondan to'g'ri ham bu narsa, lekin shu kamerani yoqib yurish, galereyamga uni saqlanib qilish juda ham charchadim. Lekin majbur kamerani yoqib kirdim. Hozir qo'yib ketaman shu narsani. Salla hali shunaqami? Mana eshikni men o'zim uyimni salladan so'rab kiramanmi? Keyin kirdim, keyin boshimga hali san mani mana shunaqa qiladi-yu, bunaqa yo'lga o'tdinglarmi endi meni uyga kirgizmaslik. O'zimni uyim mani, tushundingmi deb boshimga sabr ketyaptilar. Men o'yladim, zinadan taytar o'raladi bo'ladim. Lekin alhamdulillah tushib ketmadim. Keyin sразу Madi ham eshikni och qizim dedim. Mani eshitib ochgan, ovozimni eshitgandan keyin qizim chiqadi. Ochib uchta bolam ko'zimga mo'ltillab turibdi-da. Uyga bolalarning oldiga kirdim, keyin kelinglar bolalarim desam, bolani shartta quchoqlab oldi-da, meni itarib podyezdga chiqazordilar-da. Eshikni yopib oldilar. Uxlamaydilar lekin. Chiqib ket, hozir uyga kirsang urib bo'qing chiqaraman dedilar. Keyin bolalar uni deb chinqirgancha qolib ketdi uyda. Keyin men yana qaytib kirdim. Qo'limdan kelgancha kirmayman, chiqmayman, kaltaysam. Keyin bolalarni olib kiraman desam, keyin orqada bunaqasiga qochib xonaga kirib eshikni qulab. Keyin men xonada qufloq holatda tursam, keyin bolalar hamma bo'ldi, yig'lamalaring bolalarim majlisdim, uyga chidaman dedim. Keyin bolalar onajon oldida kirolmayapmiz deyishdi. Mayli qizim o'tirib tur. Bir zikki qildim, bir zikki qilganimdan to bir zikki ham shunaqa sudralib keladi. U kelguncha bolalarga meni videolarimni ko'rsatgan ekanlar. Xullas meni xonamda shunaqa kichkina kamera ko'rsanglar. Xonamga koridorga zapislar joylashtirib tashlaganlarda bolalarimga meni shu bolalaringlar oldida kiyinasizlar-ku, o'sha oddiy mana vannaga kirib chiqib cho'milganim, cho'milib tushganim, kiyinganim, yechinganim. Sizlar uyda qanaqa yurasizlar? Sizlarga savol qizlar. Yechinib, kiyinib yurasizlarmi? Hamma shu kameradagi zapislarni o'zim yerim bu. O'zim yerim. To'g'ri taloqda ajrashganmiz, qonuniy yerim fakat ilohim ajrashmaydi. Dastlabkiga pastga tushsam, narsalar bersam, mana onangni yigitsanlar, dastlabkida bo'laysanlar, mana deb ko'rsatib, bunaqa haqoratlar qilishadilar. Men sizlarga bu narsalar nimaga aytyapman? Qonun ishlamaydi, ishmadinglar. Bir zikiyotdi hozir. Ariza yozib beryapman. Madina, men aytaman, olib ketmaysizlarmi uyda? Hozir sizlar ketgandek urib nimadir qo'ysachi meni desam, hozir kimgadir telefon qilib maslahat so'raydi. Boshliq gumma, boshliq qilyapti, 4-chi menimcha Yunusobodda. Qilyapti, ana qilyapti. Madina sizni hozir uni olib ketaman. Men aytaman, qo'limda orderim bor. Dushanba kuni sud bo'lish kerak, 11 sudga ketish kerak erim. Shu yaqinda yana uruvdi, yana uryapti. Iltimos, olib ketinglar uydan. Bolalar bilan qo'rqib ketyapmiz biza davom etdi. Men nimaga ommaga chiqaman? Men o'yladim, shu 10 yil meni ko'rganmisizlar? Bir marta ham uydagi har doim yerim yaxshi, palon piston deb qo'limdan kelgancha yo'lni bor qilib, yo'ldan bor qilib uyda o'tirgan ayolman. Nimaga olib chiqaman? Chunki ishlamayapti ichachozlar. Umuman hech kim hech kimga qaramayapti. Bizniki qoti hatto hozir Daniel olib ketib qo'ysa bo'ladi-yu. Order bor ekan, uydan chiqib ket, qacha 1-2 soat havo olib kelsin.
Biz yomon stressga tushib qolamiz. Uyligi ketgin deylar, onamga 3 ta bola bilan kelmaganman. Akimga urdirgan, akangi pichoqlatgan do'stlar menga. Men bunaqa ishlar qilmayman. Bu yozuvchi, chizuvchi bola bo'lsa. Oddiy aytasizlar-ku. Anaqa oddiy shu videoni masha video chiqazganim uchun o'rdak berildi, tushunasizlar? Lekin shuncha yalinib bir zikkilarga mahallaga yalinganimni bitta ham berilmas. Shu videoga chiqqanim uchun o'rdak berilgan. Menga tushunasizlar? Qonunli hech qanaqasiga ishlamayapti. Meni videoga chiqish sababim shu. Chora ko'rilsin bu insonga. Iltimos, agar tegishli joyda ishlayotgan bo'lsanglar, bu insonga chora ko'rilsin. Assalomu alaykum qizlar, sizlar. Yuzlarim rosa shishib ketdi kechagi voqeadan keyin. U kamerani so'rasa bilmayman qayerda joylashgan kamera. Xonamda koridorda joylashgan ekan. Prям oddiy vannaga kirasizlar, uy holatinglar qanaqa yurasizlar shortingmanki. Har xil holatinglar bo'ladi, vannadan tushgan holatinglar bo'ladi. Shunaqa videolarni saqlab, shunaqa narsalarni ommaga ko'rsataman. Bolalar samalar asla ajrashyapman. Bilsin, hamma ko'rsin deydilar. Mani hijobsiz rasmim, videoyimni ko'rsinmi dedim. Ha, конечно, sen men qanaqa ota-onamman dedilar. Yer qilding deydilar. Ota-onalarni men yer qilganim yo'q. Ota-onani kommentariyada yozayotgan SMSlar sizlar yozasizlar. Ota-onangga ming la'nat, chunki har bitta farzand ota-onasidan tarbiya oladi-da. Hech kim farzandi bunaqa bo'lsin deb ulg'aytirmaydi-da. Lekin bitta narsa ko'pchilik beradigan savol, nimaga ota-onasi qarab turibdi? Men ham hayronman, nimaga qarab turibdilar, nimaga tomoshabin bo'lib turibdilar. Aytaman, bu bir yillik narsa bo'lsa, shunaqa kompromislar yig'yaptilar, shunaqa dokumentlar qo'yaptilar. Erimga har bitta, oddiy mana ko'chaga pamperska chiqsam, mana o'ynashini oldiga chiqyapti, palon piston, shunaqa narsalar yig'yaptilar qizlar. Men to'g'risi yo'q ham ushadim. Kecha akamgilarni zo'r o'shab turdim. Akangizga ayting deyapsiz-ku, akamgilarni zo'r o'shab turdim. Borsa bu narsa bo'lib qoladi deb shuncha men ularni har doim himoya qilaman, chunki bu insonga bunday tep qo'ysanglar bor yoz keladigan insonda. Hamma telefonlarni zapis nimadirlar bilan yuradilar-da. Faqat zapis bilan yuradilar. Keting do'stlar-ku, ketganim bilan bab onamgida ham shu ahvol. Qarindoshimga bu mana shu nima deydi, O'zbekistonda yashaganim bilan babbi kelaveradilar. Kelib urib xohlagan haqoratlarni qilib ketaveradilar. Ko'ryaptilar shu bir ishlamayotganini. Tushunasizlarmi? Mana bugun dushanba. Mana o'tgan videoyimni sanasini qaranglar. Adashmasam yo 2 hafta yo 1 hafta bo'ldi urganlariga-da. Ekspertizaga bordik. Ekspertizadan javob chiqdi. Yengil tan jarohati bo'lib, mamtum ishib ketgan, ko'karib, zamog'im hisobiga mam kesilib ketgan. Urganlarida yengil tan jarohati 15 sutka ketishlari kerak. Ma'lumot bo'yicha, lekin sudga hali ham topshirilmagan. Mana bugun dushanba, nechinchi sana. U urgan videolarni bitta ko'ringlar, urgan videolarni bitta ko'ringlar. O'sha sanadan beri bizning mahalladagi prezidentga umuman ayollarga qarshi nima deydi, yonida turmayapti-da. Azamat aka degan militsionerlar Yunusobodda bizga qaraydilar mahallaga. Umuman ishonasizlarmi, dushanba kuni endi topshiradilar. Mana bugun topshiradi. Agar topshirsa, agar vaqtlari bo'lsa topshiradilar-da. Kechani o'zida 4 marta boshimga urdilar-da. Videoda o'chib qolgan o'sha joyi, lekin 4 marta uryaptilar, paltomni chetiga, ana qo'lim qaltirab ketyapti-da, uryaptilar, video o'chib qolgan, men sizlarga davomini qo'yib bera olmayman. Huquq shunaqa narsa, videoni aytaman-ku, boyga aytganimdek gap. Videoni olib turishingiz kerak, o'layotganingizni, urayotganda mana deb kimdir olib turish kerak, tushunasizlarmi? O'sha narsani. Yo'qida uni isboti yo'q bo'ldi, u yolg'onchi bo'lib qoladi. Yillar davomida tayyorlanib kelganlarda erim, lupoy hozir chaqirsanglar erimni ham shunaqa narsalar qilib beradilar, meni xiyonatlar bilan o'zlari oqlab chiqib ketib qoladilar. Men hayron qolaman, men o'zimdan shubha qilib, nahotki men xiyonat qildim, o'zimga o'zim savol beraman-da. Hozir hech kim shunaqa erkaklar ko'p yozyapti, tushunasizlarmi? Yordam beraman, meni uyim keling, palon piston, irizni palon piston qilaman. Rahmat, oranglarda yaxshilari ham bor, baraka topinglar, shuncha o'ylab yozyapsizlar. Lekin orasida meni erim yo'llagani ham bor-da. Nimada salom alaykum qilib qo'ysangiz, nima ketdingiz-da, bo'ldi, o'sha sizning yigitingiz bo'lib qoladi. Avvalambor men begonalik yozmayman. Lekin shunda bo'lsa ham ehtiyot bo'lish kerak. Odamni o'zini eri qilsa alam qilar ekan-da, begona emas deb bu qotgan inson, mayli, to'g'ri taloqimiz bo'lsa ham, men qonuniy erim bilanmi 10 yil yashagan hurmatimiz bor, farzandlarning onasimanmi, nimaga ertangi mana qizimiz bor, katta.
qizimizni uzoqda o'tganda biza uchun isnot emas bu narsa. Manda bo'ladimi? Avvalama farzandlar manda bo'ladi. Lekin o'zimizga minus emas bu narsa. Nimaga mana xiyonatda oq ko'yni bilan yalinib kelib olib ketgan ayollarini, farzandlarini, onasini nimaga xiyonat bilan osonlikcha erkaklar ayblab ketdi. Oramizda shunaqa ayollar ham kommentariyaga yozib ketinglar. O'qiyman sizlarni. Mashina urib olganlarim, ko'chaga chiqqanim, oddiy uyda ish qilayotgan holatlarimda videolar, posudalarni yuvib, hamda teskarmacha qo'yib qo'yganman deb o'shalarni joylashtirmaganim, hamma narsaga, даже bolalar o'yinchoq o'ynaydi, o'yinchoq yoyilgan bo'lsa, mana anaqa o'yinchoqlar yoyilgan, palon pusta, ular qaysi payt men olganlar men bilmayman. Birga yashab yurganmiz o'sha payt, lekin biz. Men o'ylamaganman men bunaqa ajrim maqsadda yurganlarni. Bilsam, balki men ham ularga o'xshab narsa yig'ardirman, lekin bilmadim, bizda oilada unaqa insonlar yo'q, unaqa kamera bilan chiqayotgan bo'lsa 10 yilda mana endi chiqyapman men. Erkak profilda yozuvchi men qo'l zirillab qolman. Yaqinda ham bitta odam chiqdi. Davlat odami uy haqida dedi. Telefonda gapirishadigan gap emas dedi. Bo'ldi, mayli, xo'p, doma ko'rishilyapti, narsa qilyapti. Ko'rishilgan joyda men o'ylayman, davlat odami meni chaqiryapti-da, qanaqadir organda ishlasa kerak, mana shu uy temasi haqida men yo'l yurib beradi, yuridiskiy deb o'ylayman, chiqyapman, o'ylasam, оказывается, u o'zi uyiga taklif qilyapti, men kvartira olib beraman deyapti. Men uni maqsadini bilmayman, чтобы menga emas, to'g'ri aytish bo'yicha farzandlarimni o'ylab ekan, farzandlarimni o'ylab uy olib berar ekanmish, narsa qilib berar ekanmish. Men stop, o'sha stop dedim. To'xtang. Men dedim, o'yladim, siz davlat odamisiz, demak oddiy odamisiz. Bo'ldi. Men uchun kelmaganman. Aytmaysiz, vaqtlar bolalarimni onam majratib. Men o'yladim, uyimiz temasi haqida qanaqadir deb boryapman. Bo'tda оказывается, bilsam, erim yo'llagan inson bo'tdi menga. Borib rasmga olishyapti. O'sha просто turganman. Nimaga taksi Yandex kutib turgan joyim, o'shani rasm qilib akalarimga tashlab, mana ham palon puston yuribdi deb gapiryapti-da. Akam aytadilar-da, "Men deyapti, bu narsa qilib qo'yaman" deyaptilar. Zo'rg'a chidab turibdilar-da. Akam aytdim, "Bilasizmi men haloligim? Bilaman singlim" dedi. "Men bir tillik gapiga ishonmayman" deyaptilar. Qo'ying aka. Akamni o'zi kelib, mana sizlar aytasizlar-ku, o'sha urishini kutyapti o'zi. Ursa-da, yossa-da, qamatsa-da mazza qiladi. Tomosha qilib mazza qiladi u. Oddiy aytaman, uyimga kamera joylashtirib qo'ygan. Men begonamiz anaqa. Dinan begonamiz-da, qanaqa men tomosha qilyapti. Men ular kelsalar, даже ro'molda yuribman-da, umuman hijobimni yechmayman. Begonamiz oramizga taloq tushgan deb Alloh oldida hayo qilib, ibo qilib shu begona insonni oldida yursam, farzandlarim mayli otasi deyman-da, ro'molimni taqib chiqaman. Ular meni qanday kameradan kuzatyaptilar? Qaysi aql bilan kuzatyaptilar-da? Farzandlarimga o'sha namoz o'qishni o'rgataman-ku, namoz o'qishni o'rgataman, dars qildiraman, uylarni yig'ishtirsa, narsa qilsa urishaman, vaqt kelsa uraman ham. Noto'g'ri o'qiganda, noto'g'ri gapirganda, o'shani hozir gap qaranglar-da, aytayotganda, "Seni onalikdan mahrum qilaman. Sen islomga da'vat qilyapsan farzandingni. Anaqa nima deydi? Namoz noto'g'ri o'qiyotganiga urishib, anaqa qilsan, videolarga olib deyaptilar." Qaysi aql bilan aytadilar? Meni farzandim kerak bo'lsa urishaman ham, uraman ham. Sizlar urilmasdan katta bo'lganmisizlar? To'g'ri, men onam urmaganlar, to'g'risi, lekin men baqirardilar, urishardilar. Jahlim chiqib ketsa, to'g'ri uraman. Tamom shu stressda bolalarim shunaqa allada aziz qilib katta qolmanman. Qo'limdan kelgancha hali o'tga olib boraman, hali o'tga sharoitim bo'lsa, akamga aytdi, "Kelmadi, bu joylarga olib borib kerak, aylantirib kerak, olib ketadilar. Kachilarga olib ketadilar, aylantirib keladilar, baraka topsin." Meni qo'limdan keladigan bitta ona bo'lib shu hozirgi vaziyatda. Oddiy o'zlarini ham onalari gapirib berganlar. Shunaqa urardim deydilar. Voy, qizarib ketardi deyaptilar-da farzandlar, oyijonim aytadilar-da, farzandlarni qizartirib urib tashirganlar-da, momma taloq qilib. Oddiy ona o'zlari gapirib bergan. Endi men 3 ta bolaga qarab, uyda har xil holatimda sizlarning ham asabiylar buziladi. Onamiz-da, farzandimiz yomon bo'lsa, urushmaydi hech qaysi ona. Yaxshi bo'lsin, o'qisin, o'rgansin, chiroyli yozsin, yaxshi inson bo'lib ulg'aysin. To'g'risi-da, qo'limdan kelgani shu-da mana. Ko'pchilik qizlar ham yoshyapti-da, va Madina menga Nigina nomidan yozilyapti, Feruz nomidan yozilyapti, Maftuna nomidan yozilyapti. Yana Sheraliyevalar-da familiyasi, o'shalar nomidan yozilyapti. Bo'ldi, Qashqadaryo Kitob tumanida Sheraliyeva Ochilovlar tomonidan SMS kelyapti-da.
erim endi hamma o'zini qarindosh tomon biladi-ku. Lekin shunda bo'lsa ham meni erimni qarindoshlarining ichida ancha ayollar, ancha erkaklar даже Madinjon yaxshimisiz? Alloh insof bersin Boburga deb qancha erkak ayol yozishdi, lekin Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Haqiqatni ko'rib turib, haq tomonda bo'lib turganingiz uchun Robbim o'zim yo'riqotgan uchun rahmat borligiga shukr. Hamma erimni qarindoshlariga. Hozir Guvdidan odam jo'natishdi. Shu bu necha haftadan beri mana shu jala bo'lmaganligi uchun mana shu videoda murojaatim bilan mana shu bo'lgan. Bu narsa hozir mana arizamni qo'l qo'ydirib, yo bugun yo ertaga sud bo'ladi inshaalloh. Hozir ishlab ham olib chiqib ketamanmi? Kuning ko'kisi o'raman shu. Ay, to'g'ri, do'stinglar chiqqanmi? Ha? Bosh ro'molni o'kayni anaqa sagaladimi? Mana buyoqqa tiqib insonni sagaladi, to'g'rimi? Ko'rdingku buni? To'g'rimi? Ko'rding qizim? To'g'rimi? Hamma surti jonim balam. 10 kun ichida olib ketaman masalan. 10 kun. Hamma narsa tayyor. 10 kun ichida balam. Instagramga mana qanday yomonlagan sen bir sanamaylar. Ustiga bunaqa hijoblarni odamlar ko'rsa, hech qachon unaqa videolar taqib, men ayolingiz bo'lmasa ham, men inson Alloh yaratgan bandasiman. Bunaqa qilish hech qanaqasi haqqingiz yo'q. Qilgan bilan u dunyoyingiz bu dunyoyingiz kuyib ketadi. Asani kuygulikki balki bu odamlar ahvoliga tomosha qilsin. Oddiy misol ham ashir ichida kamera bo'layotgan bo'lsa, buni mana shu cho'tchidan o'chiraman-da, через boshqa xona orqali o'zini turlab xonaga svet olib kelamiz. Bitta xonada faqat tok bor qolgan, hammasini cho'tchidan o'chirib qo'yganman. Чтобы bunaqa ahvolda misol keyin har xil holatda bo'lamiz, ayollar yuramiz pijamada. Shunday holatlarni yana olib yana sahayda qolmaysizlar deb qo'rqganimdan ro'molsiz holatimni ko'rmaysizlar deb hamma joylarni o'chirib tashlagan mashcho'tchidan. O'chirib bittadan xonadan o'zini turlab tok qilib yoqib o'tirmiz. Kondisionerni ham, boshqa narsani ham har bitta-ku juda og'ir o'tirib, yaqin kunlarda yengillik bersin. Ko'pchilik menga kamerachilarni topadigan anaqa xizmatlarni tashlayapsizlar-ku. Tasavvur qilinglar, men o'sha erkaklarni chaqirdim uyga. Bu masal spalnigim. Mana shu sizlar qayerda bor kamera, iltimos ko'rib beringlar deyman-ku, shuni ko'rishadi misol. Bitta ko'p turarlar-ku anaqani. Misol kimdir kelsa, mana deydi spalningda deydi bitta erkakni olib kelgan. Ustida aldab bunaqa qilyapti deydilar-da, oldinam necha marta qilganlar. O'shaning uchun nima qilishga hayronman borku, qo'llarim ipsiz bog'langan.